Assalomu alaykum azizlar. O'zimizga ilingan narsani tavsiya qilyapmiz sizlarga ham. Toza tog'da asali shifobaxsh o'zimiz iste'mol qilamiz. Qo'shimcha biznesimiz anchadan beri qilamiz bu ishni. Keyin mana bu sedana zaytun yog'i aralashmasi. Mana ko'ringlar. Nihoyatda immunitetni oshiradi. Hozirgi kunlarda kasal ko'paygan rosa iste'mol qiladigan buni. Keyin bunisi zanjabilga shu toza asal aralashgani. Nihoyatda foydali. Men o'zim iste'mol qilib turaman buni. Keyin olma sirkasi, mana toza olma sirkasi, uzum sirkasi. Shunaqa narsalarimiz bor. Qo'shimcha biznesimiz sizlarga ham ilindi, nihoyatda foydali. Kimgadir zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.